Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yana o'zimizni fermamizdan video qilyapmiz. Hurmatli obunachilar, kecha kungi buqamizni kilosini va qancha foyda qilganini hozir video davomida aytib o'tib ketamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin ozgina mehnatlarimizni qadrlagan holda bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Hurmatli obunachilar, hozir o'sha buqamizni turgan joyiga boramiz. Ungacha yemimizni ko'rsatib qo'yamiz yana bir bor. O'zimizda granula, mana ko'ryapsizlar. Shu holatda. Bu yerda sarg'ayib qizarib qolgan joylar vitabaza qo'shilgan. Ustini tashab ketilaverganda vitabaza ham. Shu holatda mana bitta aravadagi ikkinchisiga olinadi, yarim bo'ladi. Keyin suv quyiladi. Keyin berilaveradi. Shavla holatida beriladi. Buqalarimiz hozircha yotibdi, damini olishyapti. Ko'rib turganingizdek ko'p yotibdi. Hozir soatimiz 4:30 bo'ldi. 4:30 holatimiz. Buqalarimiz holati ko'z tegmasin zo'r. Mana mashimolimiz yarimta ham yog'i yo'q. O'zimizda granulada baqilgan. Endi bu buqamizga kelsak, kecha kungi buqamiz mana shu yerda turgan edi. Ko'rgan bo'lsanglar. Yana bitta narsa, ikkitasi tovibdi. Bu yerda buqamizni, kecha kungi buqamizni kilosini bu yerda. Mana shu yerda turgan buqamizni. Endi yana bitta narsa, hurmatli obunachilar, bitta sherigi bor. Uni ertaga video qilamiz. Ertaga ham tayyorlanib turinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ertaga mana shu buqamizni, shu buqamizni keyingi mahallaga tarqatiladi. Tur. Hush. Oh, malades. Shu polvon buqamiz. Xudo xolasa ertaga video qilamiz buni. Bu tomondagi buqalar, Xudo xolasa o'zgarishlar yaxshi. Fermamizda ish qizg'in ketyapti. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Hozir o'sha buqamizni joyiga boramiz va kilolarini hozir tortgan videomiz bor, qo'yib beramiz. Albatta padeshkada bo'lib turasizlar, hurmatli obunachilar. Hangi kaç kilo? 680. 60 çıkış gelirse hiç mi geldi? Yakın yakın. 60 65. 600 mü? Kaçsan? Hoş. 600 o kaçsan? Ben çıkardı onu hakkında. Tabii. Kilo alma, kilo. 690. Gerekli ölçüsü. 610 diyordum. Kaç para Azat Bey? 630. 632 kilo. Koş! Koş!
Mana hurmatli obunachilar, buqamizni chiqarib oldik arabaga. 632 kilo chiqdi. Bu. Mana guvohi bo'ldinglar. Buqamiz tortdik, buqamizni 632 kilo chiqdi. Endi 632 kiloni 3 kishi yozgan. Birinchisiga prizlarni beramiz. Hozir qaysi akkaunt egasi yutganini ko'rsatib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, 632 kiloni topgan akamiz aloqaga chiqaradi shu akkaunt egasi. Pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqsangiz, Telegramdan yozsangiz, prizlarni tashlab beramiz. Buqamizni qanday go'sht qildi deganlar uchun mana maxsus. Guvohi bo'lib turasizlar, ko'ryapsizlar. Xudo xolasa go'sht ham zo'r chiqdi. Mana guvohi bo'ldinglar. Topgan akkaunt egasini ko'rsatdik. Endi bu buqamizdan qancha foyda qoldi, hozir ko'rsatib beramiz va qancha go'sht qilganini ham sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Albatta layklar bosib turamiz, layk bosmaganlar. Kecha hisoblagan edik. Bu buqamiz 27 million 50 mingga turgan edi. Yeb ichgani olingan puli. Buqamizni mahallaga tarqatdik 140 ming so'mdan nasiyaga bir oyga. Endi 140 ming so'mdan sotilganda общий puli 44 million 500 ming so'm bo'libdi. Misol yog'i 20 kilo chiqqan, 20 kilosini 25 mingdan oshxonaga o'tkazdik. Xullas kalom hammasini hisobladik. Hisoblaganimizda 44 million 500 ming so'm bo'ldi. Undan ayrimiz 27 million 50 ming so'mdi. 17 million 450 ming so'm foyda qopti shu molimizdan 11 oyda. Endi hurmatli obunachilar, yana bitta narsa, bu buqalarni 7 tasini bitta olganmiz. Bu ozgina kattaroq edi. Lekin puliga yarasha edi, chunki bitta ko'zi yaxshi ko'rmas edi. O'sha nuqsoni bor edi, shuning uchun arzonroq billa kelgan bir xil. Lekin kilosi ancha og'irroq edi. Endi hozir mahallaga tarqatganimizda 17 million 450 ming so'm foyda qopti. 11 oyga bo'lganimizda 1 million 586 mingdan foyda qopti bundan. Endi bozorga sotganimizda-chi deb ko'pchilik aytadi. Bozorga sotganimizda, hozir hisoblab beramiz uni ham. 632 kilo chiqdi. Bu buqamizni to'g'risicha suvaliroq 62 mingdan hisoblaymiz. 632 ni 62 mingga ko'paytirganimizda 39 million 184 ming bo'lar ekan. Endi bundan 27 million 50 ming so'mda ayirib olganimizda 12 million 134 ming foyda qopti shu molimizdan 11 oyda. Endi 12 million 134 mingni bo'lib yuboramiz. 11 oyga bo'lganimizda har oyiga 1 million 100 dan foyda qopti, sof foyda mana shu molimizdan. Yana bitta narsa, hurmatli obunachilar, asosiy narsa qolib ketibdi. Bu buqamiz oyiga necha kilodan qo'shgan. Uni ham hisoblab beramiz. Kelganda 297 kilo edi. Hozir kelganda videosini ham qo'yib beramiz. Chiqdilar janob. Tek turib ber janob. Hop. Alloh barakasini yog'dirsin. 290 7. 298 kelyapti. 297 ga bering, ana ham boy mol. Bo'laveradi aka. Bo'laveradi. 297. 297 ga berdingiz. Uchinchisini, ha? Ketaverdi. Mana guvohi bo'ldilar. 297 ni isbot bilan ko'rsatib qo'ydik. Endi 632 dan 297 ni ayirib olganimizda 335 kilo qo'shibdi 11 oyda. Endi 11 oyga bo'lib olganimizda 30 kiloyu 400 gramdan qo'shibdi. Har oyiga. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar. Shu yerdagi buqamizni hisobladik.
hisob kitoblarda adashgan bo'lsak, kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib yuborasizlar. Xudo xolasa ertaga o'sha katta haligi narigi tomondagi sherigini qolgan mahalla bor bitta, shu mahallaga tarqatiladi. Ungacha obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hisob kitoblarni endi qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Mana bu yerda yemimiz tayyor bo'ldi. Hisob kitob qilganimizcha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.